Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlar bilan olovda yonmay qolgan payg'ambar qissasining davomini birgalikda suhbatlashamiz. Shunday qilib, Ibrohim alayhissalom barcha butlarni sindirib, ularning faqatgina bitta kattasini sindirmay yolg'iz qoldirgan edilar. Uni ko'rgan qavmlari darhol Ibrohim alayhissalomdan "Buni sen sindirdingmi?" deb so'rashgan edi. Hikoyamiz davom etadi. Ammo o'z qaysarliklarida davom etdi va Ibrohim payg'ambarni o'tda kuydirib, undan butunlay qutulishni reja qilishdi. Barcha mushriklar bir-birlariga Ibrohimni kuydirishda bir-birimizga yordam beraylik, Ibrohimni kuydirib yuborishingiz xudolaringizga haqiqiy yordam bo'ladi deya barchaga e'lon qilishdi. Biroq bandaning yordamiga muhtoj Xudo qanday qilib Xudo bo'lishi mumkinligini o'ylab ham ko'rishmadi. So'ngra mushriklar yig'ilib, Ibrohim alayhissalomni yoqish uchun katta va keng maydonni tanladi. U yerga butun o'rmonlarni kesib kelib, ulkan xirmon yasashdi. Uning ustiga Ibrohimni bog'lab qo'ysak, bu sehrgar biron narsa qilib yo'q bo'lib qolmasin degan o'yda payg'ambarni yonib turgan olovga otishni maqsad qilishdi. Ammo qanday qilib yonib turgan katta olovning yoniga yaqinlashish mumkin? Bu haqda ham bosh qotira boshlashdi, chunki yog'och va xaslardan tashkil topgan xirmon tog' kabi baland uyum bo'lgan edi. O'rmondagi eng uzun daraxtni kesib olib kelib, undan manjanaq bir tomonini bosganda ikkinchi tarafi ko'tarilib, ustidagi narsani otadigan maxsus qurilma yasashdi. Uning bir tomoniga Ibrohim alayhissalomni bog'lab, ikkinchi tarafidan butun xalq bo'lib, maxsus bog'ichlaridan ushlab pastga bosishdi. Nihoyat ular reja qilganidek Ibrohim payg'ambar lovillab turgan olovning ustiga borib tushdilar. Ba'zi rivoyatlarda 7, ba'zisida 3 kecha-yu kunduz olov yonishdan to'xtamadi deyilgan. O'zlari baland tepaliklarga chiqib, payg'ambarning kuyib chinqirishini kuzatish uchun tomosha qilishardi deyiladi manbalarda. Ammo ularning qabih rejasi bu gal ham ish bermadi. Olov Ibrohim alayhissalomni kuydirmadi. Bir necha kun o'tganidan so'ng kelib qarashsa, Ibrohim alayhissalom sog' salomat cho'g' ustida zikr qilib o'tiribdilar. Alloh taolo olovga kuydirish xususiyatini bergan. U tekkan narsani kuydirib isitib yuboradi. Bandalar o't falon narsani yondirib kul qildi deyishadi. Aslida esa olov bir sabab, u Alloh taolo xohish irodasi bilan yongan bo'ladi. Sofi Alloyor hazratlari o'z baytlarida Halilulloh uchun yondirilgan olov qadam qo'ymay o'shal bo'ldi gulzor deya nazm qilgan.